O'zbek tilidagi imlo xatolari haqida ko'p gapiriladi. Lekin tilimizda faqat imlo emas, mana bu muammolar ham bor. O'zbek tilida bejizga, bag'oyatda so'zlar yo'qligini bilarmidingiz? Yuqoriga ko'tarilish, pastga sho'ng'ish. Shunda pastga ko'tarilish va yuqoriga sho'ng'ish mumkinmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu kabi qiziq savollarga javob topasiz. Savodxonlikni oshirish uchun avval qanday xatolar borligini aniqlash lozim. O'zbek tilida xatolar 3 turga bo'linadi. Imloviy xatolar, uslubiy xatolar, punktatsion, ya'ni tinish belgilariga oid xatolar. Uslubiy xatolar o'z ichida yana pleonazm, taftologiya va nutq sofligini buzuvchi birliklarni ham ko'rib chiqamiz. Imlo xatolari adabiy til me'yorlariga amal qilmay yozgan so'zlarimizga aytiladi. Masalan, xayol so'zini hayol deb yozib qo'yishimiz yoki shafqat so'zini shafqat holatida, ya'ni v holatida yozib qo'yishimiz bu imloviy xatoga kiradi. Tinish belgisidagi xatolar gapda qo'yilishi kerak bo'lgan 10 ta tinish belgiga bog'liq bo'lgan xatolarga punktatsion xatolar deb aytiladi. O'g'lim, sendan umidim katta. Mening akam ham talaba. E'tibor bering ushbu misollarga. Aynan bu yerda tinish belgi birinchi gapda tushib qoldirilgan, ikkinchi gapda esa tire ortiqcha qo'llangan. Sababi birinchi gapda o'g'lim undalma, ya'ni murojaat. Shu sababdan undan so'ng virgul qo'yilishi kerak. Ikkinchi gapda esa ham yuklamasi mavjud. Ham yuklamasi mavjud bo'lsa, tire qo'llanishi kerak emas. So'zlarning ma'nolari, sinonimlar, paronimlarni noto'g'ri qo'llash uslubiy xatolarni keltirib chiqaradi. Masalan, men she'r yodladim. E'tibor bering, bu yerda paronim xato qo'llanyapti. Sababi she'r bu hayvon, she'r tutuq belgi bilan yozilganda esa aynan shoirlar tomonidan yozilgan she'rga aytiladi. Ona o'g'lini beg'ubor basharasiga qaradi. E'tibor bering, bu yerda yuz so'zini o'rniga sinonimlar noto'g'ri qo'llanyapti. Ya'ni salbiy bahoga egaligiga ko'ra biz hech qachon bu gapda bu so'zlarni qo'llamaymiz. Endi esa 10-sinf darsligida berilgan uslubiy xatolarni ko'rib chiqamiz. Birliklarni, qo'shimcha so'z, iboralarni qo'llashga doir me'yorlarni buzilishi oqibatida uslubiy xato kelib chiqadi. Choyxonada 3 ta do'stlarim bilan o'tirdik. Qo'shimchani keraksiz qo'llash, ya'ni bu yerda lar qo'shimchasi ortiqcha. Sababi lar ko'plik qo'shimchasi bu mafhum qo'shimcha hisoblanadi. Agarda bizda miqdor mavjud bo'lsa, demak larni qo'llashimiz kerak emas. Bu yerda ortiqcha qo'shimcha. Kitobni bitta varog'i yo'q ekan. Bu yerda qo'shimchani yanglish qo'llash kuzatilyapti. Sababi kitobning varog'i bo'lishi lozim. Qaratqich kelishidan keyin egalik qo'shimchasi kelganligi sababli bu yerda biz ningni qo'llashimiz lozim. Ozg'ingina suluv yigit ekan. Sinonimlarni yanglish qo'llash. Yigitlarga nisbatan biz suluv so'zini ishlatmaymiz. Biz asosan qiz, ayollarga nisbatan ishlatamiz. Shu sababli bu yerda sinonim, ya'ni so'zlarni qo'llash bo'yicha xatolik bor. Qishloqqa bobomni yoqlashga ketyapman. Bu yerda yoqlamoq va yo'qlamoq paronimlari orqali xatolikka yo'l qo'yilgan, ya'ni uslubiy xatolikka. Bu yerda yoqlashga emas, yo'qlashga bo'lishi kerak edi. Sen haqingda sendan so'ray qolay degandim. Ya'ni bu yerda sen va sendan so'zlari yonma-yon takror holatda kelyapti. U qaytmaydi. Bu yerlardan butkul oyoq uzatgan. Iborani yanglish qo'llash. Oyoq uzatgan demak bu yerda kelmay ketdi degan ma'noni anglatmaydi. U nafaqat kitdan, balki akuladan ham katta ekan. Bu yerda mantiqiy xatolikni ko'rib turibmiz. Demak, e'tibor bering, akula kitdan katta bo'la olmaydi. Ya'ni kit akuladan katta. Shu sababli bu yerda uslubiy xato jihatdan mantiqan buzilgan. Uslubiy xatoni tarkibiga kiruvchi ushbu xatolarni hamma bilishi lozim. Shu sababdan keling ko'rib chiqamiz va misollar orqali tushuntirib beraman. Birinchisi pleonazm. Pleonazm bu so'zning aynan shaklan takrori emas, ya'ni mazmun jihatdan takroriga aytiladi. Ko'z bilan ko'rmoq. Faqatgina ko'z bilan ko'riladi. Oyoq bilan ko'rish, qo'l bilan ko'rish, peshona bilan ko'rish yo'q. Shu sababdan ko'z so'zining keragi yo'q bu yerda. Keyingisi qari chol. Chol, kampir asosan qari insonlarga ishlatiladi. Demak, bu yerda ham qari so'zi kerak emas. Pastga sho'ng'imoq, e'tibor bering, tepaga, yuqoriga sho'ng'ish mavjud emas. Sho'ng'ish biz bilamiz, pastga qarab sho'ng'iladi. Shu sababdan pastga so'zi kerak emas. Bosh oyoq sarpo. Bu yerda sarpo bosh oyoq degan ma'noni anglatadi. Biz uning ma'nosini bilmaymizda bosh oyoq qildi deb aytamiz. Demak, bosh oyoq sarpodagi sarpo so'zi ham bosh oyoq degan ma'noni anglatadi.
Lahm go'sht oldik deb aytamiz. Lahm ham aynan go'sht degan ma'noni anglatadi. Demak, biz lahm go'sht deb go'sht oldik deb aytamiz. Sirot ko'prigi. Arabchada sirot ko'prik degan ma'noni anglatadi. Shu sababdan biz ko'prik degan jumlani ishlatyapmiz. Keyingisi, arab tilidan o'tgan so'zlarning birlik va ko'plik holatida ekanligini bilmasligimiz. Ya'ni axborot, hisobot so'zlarimizni oladigan bo'lsak, ya'ni ot bilan qo'shimcha bilan tugagan ko'p so'zlarimiz aynan shunday. Axbor bu ma'lumot degani, axborot esa ma'lumotlar degan ma'noni anglatadi. Hisob demak hisob, hisobot esa hisobotlar degan ma'noni beradi. Lekin biz buni bilmasdan unga lar qo'shimchasini yana qo'shib ishlatamiz. Axborotlar, hisobotlar tarzida. Keyingisi yarmisi so'zi. Yarmisini menga ber. Demak, bu yerda yarmisi, singlisi so'zlarida egalik qo'shimchani 2 marta qo'llaymiz. Beodobsizlik. Bu yerda ham biz aynan bir xil ma'noga ega bo'lgan qo'shimchalarni qo'llayapmiz. Demak, bu pleonazm hisoblanar ekan. Endi esa taftologiya. Taftologiya aynan o'sha so'zning yoki aynan o'sha fikrning takroriga aytiladi. Masalan, chin haqiqat, gap gapirmoq. Chin haqiqat, haqiqat chin bo'ladi. Demak, bu yerda taftologiya ketyapti. Ya'ni aynan o'sha fikrning takrori ketyapti. Ko'p holatda taftologiyani pleonazmning bir ko'rinishi deb hisoblashadi. Yo'q, taftologiya boshqa, pleonazm boshqa. Demak, shakl takrorligi yoki o'sha fikrning takrori bo'lsa taftologiya, ma'no jihatidan takror bo'ladigan bo'lsa, demak, bu pleonazm deb aytiladi. Ya'ni aynan bir xil ma'noni beruvchi ikki qo'shimcha, aynan o'sha ma'noni beruvchi ikki so'z kelishiga aytiladi. Shuning uchun ham taftologiyani fransuz tilshunosi Balli nuqsonli pleonazm deb ta'rif beradi. Sen haqingda sendan so'ray degandim. Demak, bu yerda sen takror kelyapti. Tobi qochgan odam kasaldir. Demak, biz bilamiz, tobi qochgan desak kasalligini tushunamiz. Kasal inson desak tobi qochgan insonni tushunamiz. Demak, aynan fikr takrorligiga ketyapti. Endi esa ekrandagi ushbu so'zlarga e'tiboringizni qaratsam, ushbu so'zlar faqatgina nutqda mavjud. Ya'ni buni yozishimiz xato. Bag'oyatda so'zi faqat talaffuzda, yozuvda yozsak xato, g'oyatda deb yozsak to'g'ri. Keyingisi bejizga. Bejiz deb aytishimiz to'g'ri, lekin bejizga deyishimiz xato. Ilojisi yo'q. Iloji yo'q desak bo'ldi, kifoya. Si kerak emas, ya'ni egalik qo'shimchasi kerak emas. Yoki so'zi bor. Yokida so'zi yozuvda mavjud emas. Fe'lning hozirgi zamon shakli ayapti holatini ham berishni xohladim. Ya'ni biz talaffuzimizda ayapti deb ishlatamiz. Kelayapti, borayapti, yozayapti holatida. Bu demak qonun qoidalarimizda mavjud, faqatgina shu o'rinda eslatib o'tmoqchi bo'ldim. Ya'ni borayapti, kelayapti holatda bu talaffuzda, faqatgina yozuvda yapti deb yozishimiz lozim. Aytgancha, qandaydir muammoga yechim bermoqchimisiz? Aynan o'sha muammoni aniqlab oling. Xuddi shunday, biz ham savodxon bo'lishimiz uchun qanday xatolarga yo'l qo'yayotganimizni bilishimiz lozim.